Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan Dongfeng kompaniyasining Ailis Li7 gibridini videosini ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin ushbu videoni kommentariyada maksimal darajada portlatamiz. Qaysi mashinani xohlayapsiz, qaysi mashinani obzorini keyingi videoga qilishimizni yozib qoldirsangiz, chot qilib chiqarib beramiz. Va shu videoga обязательно like bosib qo'yinglar. Ana sifatini, kapotni og'irligidan bilsangiz ham bo'ladi. Mashinamiz atinkovkasi почти 1 ga yaqin. Kapot osti 1 ga yaqin kapot, to есть. Xo'p, motor hajmimiz 1.5 litr turbina bilan jihozlangan azizlar. Ko'rib turishingiz mumkin, bemalol ko'rsating videoga yaqinlashtirib. Mana, mashinamiz gibrid bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, motor xonasi mana. Xo'p, antifrizlari ko'rib turganingizdek ikkitalik bo'ladi. Nimagaki elektroga bir отдельно bo'ladi. И также benzinli двигательga отдельно antifriz keladi. Avtomashina o't kuchi salkam 300 o't kuchiga ega. Avtomashinamiz shinalari Range Sport brendidan 235 ga 55 podyomdagi 19 diametrda ega. Avtomashinamiz optikasi linzli bo'ladi, proyeksionli. Ko'rib turganingizdek, regirovka ham bo'ladi, avtomatik ravishda monoqo'sh. Nima deyapti? Komplektatsiya haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Avtomashinamiz panorama lyuk, 313 gradus kamera, автопилот, полоса удержания, экстренный тормоз, бесключевой достуp, elektronli bagaj bilan jihozlangan. Trendni portlatgan rang bizning avtomashinamiz salonida. Ko'rib turganingizdek, rullari elektronika, skorost rejaklari qo'l ostida. Ko'rib turganingizdek, hamma qulayliklar yaratilgan. Monitorimiz juda ham katta. Qo'l ostida ham ishlashlari ham zo'r. Ko'rib turganingizdek, navigator, undan tashqari YouTube deysizmi? Nima xohlasangiz monitorga hammasi jamlangan. Ishlashlari tiniq holatda, bagajlari ham xohlasangiz monitordan ochiladi, xohlasangiz yopiladi. Mana. Ko'rib turganingizdek, avtomashinamiz 360 gradus kamera bilan jihozlangan. Mana o'ng taraf, orqa taraf, chap taraf, oldin. Hamma tarafini bir-bir ko'rsatib o'tadi va assistentlar mana o'zini bosgan holatda ishlaydi. Panorama lyuk ko'rishingiz mumkin. Avto rejimda bir bor bosganingizda ochiladi. Va avarinkamiz joylashgan joyi qo'l ostida, mana xayoldan ketgan paytda juda ham qulay joyda turibdi. Koja sifati juda ham a'lo darajada. Eko koja bilan jihozlangan bo'ladi. Podlokotnik osti ko'rib turganingizdek mana uzaytiriladi va ochilishda juda ham qulay. Xolodilnikni ko'rsatib o'ting. Xolodilnik bilan mashinamiz jihozlangan. Patsakanniklar ikki taradlik, xohlasangiz bu tarafga ham qo'ysangiz bo'ladi, xohlasangiz bu tarafdan mana skriti bo'ladi, yo'q xohlasangiz yopib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xo'p. Salon holati zo'r, chiroyli, undan tashqari elektropaket o'rindiqlar, mana boshqaruvlari. Alcantara patolog. Pamit sideniyasi ham bor. Mashina juda ham aqlli, komfortli mashina. Orqalarini ham bir-bir o'zi ko'rsatib o'tdi. Avtomashinamiz uzunligi salkam 4700 mm. Ruchkalarga e'tibor bering. Ruchkalari skriti bo'ladi. Yopgan payt yopiladi, ichkariga kiradi. Ochgan payt o'zi встречать qilib oladi sizni. Xo'p, ko'rib turganingizdek, uy sharoitida zaryad qo'yish mumkin avtomobilimizni, yokida ko'chada ham qo'ysangiz bo'ladi. 380 volt ham ishlaydi, 220 ga ham ishlaydi. Avtomashinamiz orqa tarafga e'tibor bering. Mono stop bilan, mono qo'sh brof, to есть stop bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, podveskalari mustaqil ravishda ishlaydi, ya'ni независимый deb aytiladi. McPherson firma ishlab chiqaradi. Ushbu avtomobilimiz to'liq zaryad bilan 2000 km masofagacha yurib beradi. Ushbu brend Dongfeng kompaniya shunaqa darajaga mashhurki, военный texnika, zirhli texnika, avtokran shunaqa darajada katta mashinalarni ham ishlab chiqargan. Mashina haqida ma'lumot berib o'tsam, kunimiz yetmay qoladi. Ushbu avtomobilimizni avtosalonimizdan bank orqali olsangiz, boshlang'ich 20-25% dan chiqarib beramiz. Agarda o'zimizdan рассрочка asosida xarid qilsangiz, boshlang'ich 50% deb berasizlar. Qolgani 50% 2 yil muddatga foizsiz, peynalarsiz, sug'urtalarsiz bo'lib to'lanadi. Hech narsa ustiga qo'shilmaydi.
ma'lumotlar sizga qiziq bo'lsa, o'zimizni kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Shu videoga like bosing va shu videoni maksimal darajaga do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Kelgusiga qaysi mashinani video obzorini kuzatishni xohlasangiz, yozib qoldirsangiz, biz sizga bo'lishamiz.